komandalaring tushsa, mana shu televizordan alamlaringni olasizlar. Yana bir marta g'ish otsalaring mana shu televizorga. 5 minutning ichida 2 ta gol o'tkazib yuborgandan keyin nima qilish kerak? O'tgan safar aytdim, shpirgini tikka qo'ymaylik, palakat bo'ladi, yutqizamiz dedim, qilmadilar. Bu nima aloqasi bor uni? Irimi shunaqa. O'tgan safar qo'limga qalampir berdilar, bizga penalti qo'ydi-yu. Shpirgini tikka qo'yasanmi, qalampirni berasanmi? O'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rmasang foydasi yo'q. Bo'ldi, tayyorlanamiz, bugun yutamiz. Agar bizga penalti qo'ysa, sen bitta ko'zingni yumib o'tirgin, tushundingmi? Tushunarli. Men kirib bir cho'milib chiqay. 1 soat oldin cho'milding, yana yuvunasan. Men har o'yindan oldin cho'milib olmasam bo'lmaydi. Senlar sochingni qara, kirligini, sochingdan tushgan kepakka qo'y boqsa bo'ladi. O'yinga haqiqiy tayyorgarlik Cleardan boshlanadi. Va yana bitta gap, bilib olinglar. Clear FIFA World Cup 2026 ning rasmiy homiysi. Kim reklama qilayotganini ham bilyapsizlar, ha? Bilib qo'yinglar. Sen nima qilyapsan? Bu meni omadli pozam, o'yinni polni shunaqa ko'raman. Voh, endi penalti. Penalti. Sen bitta ko'zingni yum. Penalti berdi bizga. Qaytaradi. Yoki hayajonlandi ancha vaqt. Ko'rdilaringmi, ishlayapti. Ishlar nima ishlar? Ha, buni yumilgan ko'zi, seni toza sochlaring, meni pozam, hammasi ishlayapti. Bekorlarda 5 tasini aytibsan, meni toza sochlarim ishlayapti. Har kimning o'z futbol odatlari bor, ammo haqiqiy tayyorgarlik Cleardan boshlanadi.